Bu 2013-yil edi. 27 yoshli Peter ismli yigit Osiyodagi bir mehmonxonada yolg'iz o'tirardi. Yonida notebook, bir xalta kiyim va bor yo'g'i oyiga $500 puli bor edi. Bu orzu bo'lishi kerak edi. Bugungi kunda Instagramda ko'radigan hayot versiyasi, hamma narsani sotib, dunyoni kezish xayoli. Ammo haqiqat buning aksi edi. Men mehmonxonalarda yolg'iz, shiftga qarab yotardim. Hayotim bilan nima qilyapman, deb. Gollandiyadagi do'stlarim esa oddiy hayotda juda yaxshi ketayotgan edi. Shuning uchun men juda tushkunlikka tushdim. O'zimni chetlangandek his qilardim, bilasizmi? Pulim kamayib borardi, umuman pul topolmayotgandim. Uning musiqiy karyerasi tugagan edi. Uydagilarning hammasining haqiqiy ishlari va hayotlari bor edi. Peter o'zini butunlay muvaffaqiyatsiz odamdek his qildi. Bir payt u hayotini tugatishni xohladi. Bunday paytlarda oilangizga qo'ng'iroq qilishdan boshqa nima qilasiz? Shuning uchun u otasiga qo'ng'iroq qildi. Otasining bergan maslahati shunchalik sodda ediki, deyarli ahmoqona tuyulardi. Tushkunlikka tushsang, belkurakni ol va qazishni boshlayver. Nima deysiz? Bu motivatsion safsataga o'xshaydi, to'g'rimi? Ammo Peter bu haqda chuqur o'ylay boshladi. Odamlar tushkunlikka tushadi, chunki biz faqat iste'mol qilamiz. Yaratishni o'rgangan kunimiz, o'sha chuqurlikdan o'zimiz chiqib, hayotni davom ettiramiz. Men bilan qoling, chunki bu video oxirida siz 4 ta narsani olib ketasiz. Agar ularning barchasini bosqichma-bosqich reja va 5 ta tasdiqlangan g'oya bilan ko'rishni istasangiz, video tugagach darhol qura olasiz. Bu mening bepul WhatsApp hamjamiyatimda allaqachon bor. Hozir oling, havolalar tavsifda. Endi boshlaymiz. Birinchi, texnologiya o'zgarishlarini hammadan oldin payqab, ularni biznesga aylantirish. Peter biror narsa yasash uchun belkurak ololmasdi, lekin klaviaturani ola olardi. Shuning uchun u Twitterda o'zini qutqaradigan yoki orzusini butunlay yo'q qiladigan ochiq va'da berdi. U 12 oy ichida 12 ta startap yaratib ishga tushiradi. Har oy bitta yangi mahsulot. Bu aqldan ozgandek tuyuladi, chunki odamlar bitta startapga yillar sarflaydi, lekin Peter qat'iy edi. U buni Twitterga joyladi. Twitchda kod yozishni jonli efirda ko'rsatdi. Har qadamda blog yuritdi va yo'lda har bir muvaffaqiyatsizlik haqida tweet yozdi. Bu 2014 yil edi. Esingizda bo'lsin, hali Indie Hackers hamjamiyati, ommaviy harakat yoki unga yordam beradigan AI vositasi yo'q edi. Yotoqxonada tajribali dasturchilar kuladigan asosiy kodlash vositalarini o'rgangan bir yigit bor edi. U kecha-yu kunduz mehnat qildi, lekin oy sayin loyihalar barbod bo'ldi. U Play Me Inbox deb nomlangan narsa yaratdi. Bu uning elektron xatlari va xabarlardan qo'shiq tavsiyalarini olib, musiqa ro'yxatiga aylantirardi. Keyin Tubelitits, ya'ni YouTube tahlil vositasi yasadi. Keyin esa GoFundMe degan narsa paydo bo'ldi. Bu mahsuldorlik ilovasi maqsadlaringga erishmasang, kredit kartangdan pul yechib olardi. Bu bir nechta texnologiya saytlarida juda tarqaldi, lekin tez orada o'lib ketdi. U shuningdek Telegram bot, dam olish biznesi, Giftbox nomli startap va Newt nomli ilova yaratdi. Peter ko'p narsalarni ishlab chiqardi, lekin muvaffaqiyatsizlikka uchradi va yana uchradi. Keyin 2014 yilning o'rtalarida uning omadi keldi. U yashash uchun yangi shahar qidirardi va keyin qayerga borishni bilmas edi. Bu qarorni qabul qilishdan oldin bir nechta narsalar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlardi. Masalan, turli shaharlarda yashash narxi, internet tezligi, ob-havo, xavfsizlik, muhit. Internetda esa bu ma'lumotlarning hammasi bir joyda to'plangan hech narsa yo'q edi. Shuning uchun u Google Sheet ochdi va qo'lda ma'lumotlarni to'ldirishni boshladi. Keyin u havolani tweet qilib, boshqa sayohatchilardan uni to'ldirishga yordam berishlarini so'radi. U to'lov devori qo'shdi va odamlar tez orada unga kirish uchun pul to'lay boshladilar. Bu oyga 10 mingdan 25 ming dollargacha daromad keltirdi va keyingi yilda u bir nechta sotib olish takliflarini ham oldi. Peter nomad list ustida Remote Org deb nomlangan ish taxtasini qurdi. Aslida, u masofaviy ishlashga ruxsat beruvchi standart ish taxtalaridagi barcha ishlarni yig'ib jamladi. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering, chunki bu juda qiziq. U asosan o'zi duch kelgan va shuning uchun juda chuqur tushungan muammolarga yechimlar qurayotgan edi. Ammo bu mahsulot haqiqatan ham muvaffaqiyatli bo'lishi 2020 yilgacha davom etdi. Pandemiya hamma uydan ishlashga majbur qildi va Remote Org juda tez o'sdi. 2021 yilga kelib, Peter bir necha bor millionerga aylandi. Shu paytga kelib, u yolg'iz o'zi daromadli internet bizneslarini qura olishini isbotlagan edi. Ammo bugungi kunda uni eng mashhur qilgan, o'yinni butunlay o'zgartirgan narsa hali bir yil uzoqda edi. Chunki 2022 yilda hamma narsani ochadigan yangi texnologiya paydo bo'ldi. Stability AI nomli kompaniya tasvir yaratishga asoslangan AI vositasini chiqardi. U Stable Diffusion deb atalardi. U ochiq manbali edi va har bir kompyuterda ishlardi. Texnologiya sohasidagi ko'pchilik buni ajoyib yangi o'yinchoq deb bildi. Ammo Peter boshqacha narsani ko'rdi. U AIdagi qiymatni angladi va to'lqin boshlanganini tushundi. U AIdan biznes qurish uchun foydalanishga qaror qildi. Uning birinchi loyihasi ko'chmas mulk e'lonlarini yaratadigan veb-sayt edi. Buni muvaffaqiyatsizlik deyish mumkin, chunki u biroz e'tibor qozongan bo'lsa-da, pul keltirmadi. Ikkinchi urinishi Interior AI deb nomlangan narsa edi. Odamlar yashash xonasining suratini yuklashardi. AI o'sha xonaning turli uslublardagi qayta dizaynlarini yaratardi.
va ular makon zamonaviy, o'rta asr, yapon minimalist yoki xohlagan boshqa uslubda qanday ko'rinishini ko'rishardi. Bu bir necha soniyada ishni bajaradigan me'morni yollashga o'xshardi. Va bu virusdek tarqaldi. New York Times bu haqda yozdi. TechCrunch bu haqda yozdi. Hatto undan bir oz pul ham ishlab oldi. Bugun ham oyga qariyb 40 mingdan 50 ming dollargacha daromad keltiradi. Ammo uning 3-loyihasi haqiqiy oltin koni edi. Peter onlayn odamlarning fine tuning deb nomlangan usulni sinab ko'rayotganini ko'rdi. G'oya juda oddiy edi. Mavjud AI modelini olasiz. Unga bir kishi yoki narsaning 20-30 ta suratini berasiz. Model esa o'sha odamni shunchalik yaxshi o'rganadiki, istalgan sahnada uning yangi suratlarini yarata oladi. Peter buni o'z ustida sinab ko'rdi. Modelga 30 ta selfie yukladi. Bir necha soatdan so'ng model Peterning soqolli odam sifatida yangi suratlarni chiqara boshladi. 19-asr qahramoni sifatida va kiberpunk jangchisi sifatida. U bularni hazil sifatida Twitterga joyladi. Bir necha soat ichida odamlar undan o'zlari uchun ham qilishini iltimos qila boshlashdi. Peter esa oltin koni ustida o'tirganini tushundi. Shuning uchun u oltinni yig'ishga qaror qildi. 24 soatdan kam vaqt ichida Avataray Me nomli veb-sayt yaratdi. Tabiiyki bu juda xom edi. Mijozlar to'lov qilganda, u har bir suratlar to'plamini o'z noutbuki orqali ishlatardi. Qo'lda. Natijalarni yuklab olib, ularni elektron pochta orqali qaytarish. Ro'yxatdan o'tish sahifasi zo'rg'a ishlardi. Model ba'zan 3 qo'l va ko'zlari yo'q tasvirlarni chiqarardi. Lekin odamlar baribir pul to'lashdi. Birinchi haftaning oxiriga kelib, Avatar AI 150 ming dollar ishlab topdi. Va bu hammamiz uchun muhim saboq bo'ldi. Mijozlar murakkab texnologiya uchun pul to'lamaydi. Ular o'zlari qadrlaydigan natijalar uchun to'laydi. Avatar AI qo'lda yuboriladigan elektron xatlar, nosoz veb-sayt va bitta og'ir yuklangan noutbuk bilan ishlardi. Shunga qaramay, u bir haftada ko'plab Polsha startaplari bir yilda topadiganidan ko'proq pul ishladi. Chunki Peter avval talabni topdi, keyin qolganini hal qildi. AI sohasida bozordagi bo'shliqni topish, odamlar xohlagan narsani aniqlash, ko'pincha mukammal mahsulot yaratishdan muhimroqdir. Peter uchun bu bir dam olish kunida yaratgan mahsulotidan topgan eng katta pul edi. U AI lotereyasida yutib chiqqan deb o'yladi. Va keyin bir kechada hammasi o'zgardi. Prisma Labs jamoasi tomonidan boshqariladigan Lenza nomli venture kapitali bilan qo'llab-quvvatlangan kompaniya Peterning har bir qadamini kuzatib turardi. Ularning dunyo bo'ylab millionlab ibxonalarda o'rnatilgan yuzni tuzatish ilovasi bor edi. Ular Avatar AI'ni ko'rib chiqishdi. Aynan o'sha funksiyani nusxalab, o'z mobil ilovasiga mavjud foydalanuvchilar bazasi uchun qo'shib qo'yishdi. Bu auditoriya uchun veb-saytdan ko'ra foydalanish osonroq edi. Ko'p o'tmay, o'sha yili butun iOS App Store'da eng ko'p daromad keltiruvchi birinchi raqamli ilovaga aylanishdi. Taqqoslash uchun nashr qilingan paytda YouTube 3-chi, Instagram esa 4-o'rinda edi. Lenza hashtagi TikTokda 434 million ko'rish oldi. Yer yuzidagi deyarli barcha yangiliklar nashrlari bu voqeani yoritdi. Va o'sha davrda ular kuniga 8 million dollar daromad qila boshladilar. Trendni asl ixtiro qilgan shaxs Peter, yaxshiroq tarqatish imkoniyatiga ega bo'lgan taqlidchi tomonidan ezildi. Mana keyinroq Lex Fridman podkastida bu haqda nima dedi? Aksariyat asoschilar bunday narsa yuz berganda tushkunlikka tushgan bo'lardi. Ammo Peter unday emas edi. U muhim bir narsani angladi. Avatar AI odamlarni o'zlarining sayqallangan pixar va bobbi uslubidagi versiyalariga aylantirib, internetda portladi. Bir muddat internet buni yaxshi ko'rdi. Ammo Peter muammo kelayotganini ko'ra oldi. Trendlar tez o'ladi. 6 oydan keyin, 1 yil u yoqda tursin, hech kim o'zining multfilm versiyasi uchun to'lashda davom etmasdi. Mahsulot e'tiborni tortgan bo'lishi mumkin, ammo uzoq davom etish kuchiga ega emas edi. Shuning uchun Peter orqaga qadam tashlab, yaxshiroq savol berdi. Odamlar aslida nima uchun qayta-qayta to'lashadi? Javob hayratlanarli darajada sodda edi. Professional suratlar. Bu LinkedIn profili yoki tanishuv ilovalaridagi yaxshiroq suratlar uchun bo'lishi mumkin. Lekin aslida portret suratlar. Odamlar haqiqiy fotosuratchilarga yuzlab dollar to'laydigan narsa. Shuning uchun 2023 yil fevralida u Avatar AI'ni yopib, Tomga aylantirdi. Ammo bu versiya ancha yaxshi bo'lishi kerak edi. Agar suratlar sun'iy ko'rinsa, hech kim qaytib kelmasdi. Katta muhandislik jamoasini yig'ish o'rniga, Peter taxminan 10 oyga bitta mustaqil Python mutaxassisini yolladi. Ular birgalikda foydalanuvchilar 20 ta selfie yuklab, o'z yuziga moslashtirilgan AI modelini o'rgatadigan va har safar yangi surat yaratganda o'sha modelni qayta ishlatadigan tizim qurdilar. Aslida foydalanuvchilar o'zlarining shaxsiylashtirilgan versiyasini yaratishardi. Bu versiya ular tasavvur qilgan deyarli har qanday muhitda paydo bo'lishi mumkin edi. U narxlarni darajalarga ajratdi. Oddiy foydalanuvchilar uchun $19 oyga. Jiddiy foydalanuvchilar uchun $29. Faol foydalanuvchilar uchun $49. Eng ko'p foydalanuvchilar uchun $99.
Odamlar oyiga yuzlab yoki minglab suratlarni o'z yuzi modelga singdirilgan holda tasvirlagan har qanday muhitda yaratishlari mumkin edi. Birinchi versiya Piterning o'z so'zlari bilan aytganda juda yomon edi. Suratlar bir-biriga mos kelmasdi. Buyruqlarni yaxshilash kerak edi. Ish jarayoni tartibsiz edi. Lekin odamlar baribir pul to'lashdi, chunki uning asosiy va'dasi kuchli edi. Professional suratga tushishning qiyinchiligi va xarajatsiz yaxshiroq fotosuratlar. Va tushgan har bir dollar to'g'ridan-to'g'ri modelni, ko'rsatmalarni va ish jarayonini yaxshilashga sarflandi. Oxir-oqibat foto AI yaxshilandi. Bugungi kunda esa u oyiga 130 ming dollardan ko'proq daromad qiladi. Bu bir kishi tomonidan boshqariladigan, dunyodagi hamma foydalanishi mumkin bo'lgan ochiq manbali model asosida qurilgan bitta mahsulotdan yiliga 1,5 million dollardan ortiq. Piter yangi AI kashfiyotini ixtiro qilmagan. U yirik kompaniyalar bilan raqobatlashish uchun hech qachon mablag' yig'magan. U bepul narsani olib, unga to'lov devori o'rnatdi, uni haqiqiy muammoga qaratdi va uni kuzatib turgan auditoriya oldiga qo'ydi. Demak, Piterdan ikkita saboq olish mumkin. Birinchisi mukammal bo'lishdan oldin mahsulotni chiqarish. Ikkinchisi esa bozorda talab mavjud bo'lgan haqiqiy muammoni topish. Bilaman, ikkinchisi biroz qiyin. Shuning uchun biz bozorda odamlar hozirda qidirayotgan muammolar ro'yxatini tuzdik. Ammo bunga o'tishdan oldin, keling, Piterning hikoyasini tugataylik. Hikoyaning eng yaxshi qismiga yetib keldik. Bu Piterning bugungi kunda afsonaga aylanishiga sabab bo'lgan biznes. Unga 17 kunda million dollar keltirgan biznes. Sizni 25-yilning 22-fevraliga olib boray. Piter o'zining yangi sevimli vositasi kursorni ochdi. Kursor bu AI yordamida kod yozadigan muharrir. Tashqi ko'rinishidan bozordagi boshqa kod muharrirlaridan farqi yo'q edi. Ammo kod yozish o'rniga siz modelga nima qilishni xohlayotganingizni ingliz tilida tasvirlab berasiz. Model esa sizga kodni o'zi yozadi. Uning o'z so'zlariga ko'ra, u hayotida hech qachon o'yin yaratmagan edi. Lekin bu uni to'xtata olmadi. Piter kursorni 2 model, Claude 3.7 Sonnet va Grok 3 bilan ishlatdi. Shuningdek, u 3 jisni ham yukladi. Bu vosita web brauzerda 3 grafikalar va o'yinlarni ko'rsatish imkonini beradi. Endi bir narsani tushunib olaylik. Piterning asli musiqadan kelib chiqishi bor edi. U fizika, parvoz dinamikasi yoki boshqa murakkab narsalar haqida hech narsa bilmas edi. U shunchaki buyruqlar yozardi. U tom ma'noda brauzerda osmono'par binolar bilan uchish o'yinini yarat deb yozdi va shu yerdan davom ettirdi. Ko'p o'tmay u ishlaydigan parvoz simulyatoriga ega bo'ldi. Sanoatdagi odamlar buni endi VB coding deb atay boshlashdi. Siz endi dasturiy ta'minotni muhandislik qilmaysiz. Siz xohlagan narsaning kayfiyatini tasvirlab berasiz. AI uni quradi va siz narsa paydo bo'lguncha buyruq berishda davom etasiz. Kod va mahsulot haqiqiy, lekin ishlab chiqaruvchiga endi muhandislik kolleji kerak emas. Uning yakuniy mahsulotini ko'rib chiqing. U Flea, Peter, Tom saytida jonli. Keling, uni sinab ko'raylik. Juda yaxshi ishlayapti, to'g'rimi? Xo'sh, bu juda oddiy bo'lgani uchun biz sizga o'zingiznikini yasashni ko'rsatamiz deb o'yladik. Sizga faqat Claude Code deb nomlangan bitta vosita kerak. Peter aslida o'z versiyasini kursor yordamida qurgan, ammo Claude Code jarayonni yanada tushunarli qiladi. Claude Code'ni ochasiz va oddiy ingliz tilida nima xohlayotganingizni tasvirlaysiz. Masalan, menga 3 chis yordamida 3 o'lchamli sahna yasab ber. O'rtaga sayyora vazifasini bajaradigan ko'k shar qo'y. Klaviatura bilan boshqara oladigan oddiy samolyot qo'sh. Kamera samolyotni orqadan kuzatib borsin. Keyin Enter tugmasini bosing. Claude Code'ni yozadi, mahalliy server ishga tushiradi va bir necha daqiqada kompyuteringizda oddiy parvoz simulyatori ishlay boshlaydi. U mukammal ko'rinmaydi. Aslida, u juda qo'pol ko'rinishi mumkin. Lekin gap shunda. Siz u yerda to'xtamaysiz. Unga gapiraverasiz. Qanotlar yerga tegib ketyapti. Tuzat. Bo'sh joyni bossam, samolyotni sekinlashtir. Bulutlarni qo'sh. Taj Mahalni qo'sh. Har bir so'rov yangi xususiyatga aylanadi. Har bir suhbat mahsulotning yana bir qatlamiga aylanadi. Bu aynan Peter Levels Flea, Peter, Tom saytini qurishda ishlatgan jarayonning o'zi. Katta muhandislik jamoasi yo'q. Oylab rejalashtirish yo'q. Faqat bir g'oya, notebook va asta-sekin o'yinga aylangan sun'iy intellekt bilan suhbat. Va biz o'zimiz qurgan versiya ham aynan shu. Juda zo'r, to'g'rimi? Xo'sh, endi hikoyamizga qaytaylik. Keyin nima bo'lgani juda qiziq. Internetdagi odamlar ham Peterning o'yinini biz kabi yaxshi ko'rishdi. 10-kunga kelib, har kuni 16 ming kishi veb-saytda samolyot uchirardi. Lekin bu loyiha emas edi. Bu startap edi. Peter o'yinning o'zida reklama joylarini sota boshladi. Kompaniyalar o'z logotiplari tushirilgan ulkan havo sharlarini virtual osmonda suzib yurishi uchun pul to'lashlari mumkin edi. Brendlar bu ko'rinish uchun haftasiga minglab dollar sarflardi. Keyin u mikrotransaksiyalarni joriy qildi. Masalan, o'yinchilar fon 6 qiruvchi samolyot ko'rinishini $29.99 ga olishi mumkin edi. Odamlar uni sotib oldi va o'yin o'sishda davom etdi. Bu shunchalik kengaydiki, hatto Elon Musk ham o'yinni qayta tweet qildi. 17-kunga kelib, loyiha yillik takrorlanuvchi daromad bo'yicha $1 million oshdi.
320 mingdan ortiq odam uning veb-saytida samolyot uchirgan edi. Lekin Peterning eng aqlli ishi o'yinni yaratish emas edi. Bu o'yinni isbotga aylantirish edi. Birgina odam endi dasturiy mahsulotlarni bir necha yil oldin imkonsiz bo'lib tuyulgan tezlikda yarata olishining isboti. Bu g'oyani tarqatish uchun u Vibe Coding Game Jam musobaqasini boshladi. Bu haqiqiy pul mukofotlari bilan dunyo bo'ylab yakka quruvchilarni AI yordamida o'z o'yinlari, ilovalari va mahsulotlarini yaratishga undadi. Bu harakat tezda keng tarqaldi. 2026-yilda u buni yanada kengaytirib, $20 ming mukofotlar va Kursor va Bolt kabi yirik brendlarning homiyligi bilan amalga oshirdi. Aslini olganda, bugun sizga aytayotgan hikoyam Peterning mashhur yoki muvaffaqiyatli bo'lgan vositani qanday yaratgani haqida emas. Haqiqiy hikoya shuki, bu odam texnologik to'lqinni erta payqab, hammadan oldin unga sakrab, uni biznesga aylantira oladi. Va u buni faqat notebook, internetga ulanish va qurishga bo'lgan ishtiyoq bilan amalga oshirdi. Ikkinchi, Peterning g'oyadan daromadga qayta-qayta o'tish uchun ishlatgan aniq rejasi. Endi biz asl savolni berishimiz kerak. Bu hikoya faqat sizni rag'batlantirish uchunmi? Aslida yo'q. Biz sizni o'zingiz ham AI quruvchi va biznes egasi sifatida bundan foydalanib qurishingiz uchun vositalar to'plami bilan ta'minlamoqchimiz. Keling, sizga Peter Levelning strategiyasini tushuntirib beray. Ikkala jihatdan ham avval uning biznes strategiyasidan boshlaylik. Birinchi qoida: Peter Level mukammal bo'lishni kutib o'tirmadi. U birinchi bo'lib qo'llovchi bo'lishni xohladi. U vaqt hamma narsa ekanini bilardi, shuning uchun mahsulotlarni mukammal bo'lishidan oldin jo'natardi. Proto AIning birinchi versiyasi juda yomon edi, lekin odamlar baribir pul to'lashdi. Avatar AIning birinchi versiyasini u o'zi yotoqxonada qo'lda o'quv skriptlarini ishga tushirib yaratgan edi. Odamlar hali ham ularga pul to'laydi. Bozorga sayqallangan AI mahsuloti kerak emas. Bozorga foydali mahsulot kerak. Ikkinchi saboq, Peter tarqatish asosiy omil ekanini o'rgandi. Lenzer Avatar AIni aynan bir xil stable diffusion texnikasi bilan mag'lub etganida texnologiya bir xil edi. Tarqatish esa bir xil emas edi. AI sohasidagi keyingi avlod g'oliblari eng yaxshi modelga ega bo'lganlar bo'lmaydi. Ular allaqachon tomoshabinlarni cho'ntagiga solganlar bo'ladi. Uchinchi va eng katta saboq, u AIni yangi hammuassis sifatida ko'radi. Kursor Cloud Stable Diffusion. Bular uning yonma-yon ishlatadigan vositalari emas. Ular bir kishining yolg'iz o'zi notebook bilan o'tirib, ilgari 15 muhandis va $1 million mablag' talab qiladigan mahsulotni jo'natishiga imkon beradi. U muhandislar oylar davomida hal qiladigan muammolarni promptlar yordamida yengib o'tadi. Va buni juda oddiy vositalar to'plami yordamida qiladi. Hammasi shu. Mana bu yangi o'yin qoidasi. O'zingizni tayyor his qilishingizdan oldin, qo'lingizdagi eng yaxshi AI vositalari bilan haqiqiy muammo ustida haqiqiy narsa yaratishga tayyor bo'lish. Uchinchisi, AI birinchi o'rinda turadigan quruvchi to'plami bo'lib, u bir kishiga butun bir jamoa talab qiladigan ishni bajarishga imkon beradi. Bu bizni ikkinchi o'yin qoidasiga olib keladi, ya'ni bugun boshlash uchun kerak bo'lgan yagona AI vositalari qoidasi. Keyin esa bugun yaratishni boshlashingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi 5 ta g'oyaga o'tamiz. Keling, buni boshlaymiz. 2025 yilda yakka quruvchiga 4 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchi qatlam miya. Bu yerda sizning kodingiz, so'rovlaringiz va qarorlaringiz joylashadi. Cloud Code va Todeh ko'pchilik quruvchilar foydalanadigan muharrirlar. Ikkinchi qatlam modellar. Bular mahsulotingiz ichidan chaqiradigan AI dvigatellari. Yozish, fikrlash va kodlash uchun Anthropic kompaniyasining Claude Sonnet va Opus modellari mavjud. Tasvirlar uchun ChatGPT Imaga 2 yoki Google'dan Nano Banana yoki Hixfield'dagi har qanday hosting versiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Video yaratish uchun Gemini'ning yangi Omni modeli, ovoz uchun esa 11 Labs bor. Uchinchi qatlam backend. Bu veb-sayt, ilova yoki dasturning ko'rinmas dvigatelidir. Buning uchun Railway yoki Renderda Python serveridan foydalanishingiz mumkin. Loyihalarning 90% faqat Superbase yoki bitta Splite fayli yetarli bo'ladi. To'lovlar uchun Stripe'dan foydalanish mumkin. Frontendni joylashtirish uchun esa bir marta bosish bilan ishga tushadigan Vercel yoki Netlify'ni ishlat. To'rtinchi qatlam bu tarqatish. Ko'pchilik quruvchilar aynan shuni unutadi va aynan shu narsa Peterning birinchi AI mahsulotini Lenza uni nusxalaganida barbod qilgan. Senga o'z ishingni allaqachon ko'rsatib turgan joy kerak. Quruvchilar uchun hali ham eng yaxshisi. YouTube ikkinchi o'rinda. Hatto 500 kishilik kichik bir email ro'yxati ularga qilayotgan ishing yoqsa, ijtimoiy platformadagi bir lansdan qimmatroq. To'rtinchisi, bugunoq tekshirib, qura boshlashing mumkin bo'lgan haqiqiy biznes imkoniyatlari. Qurishning eng qiyin qismi qurishning o'zi emas. Eng qiyini nima qurishni hal qilish. Mana shu hafta oxirida boshlashing mumkin bo'lgan 5 ta g'oya. Ularning har biri odamlarda allaqachon mavjud bo'lgan haqiqiy muammoni hal qiladi. Birinchisi, kichik bizneslar uchun AI uchrashuv tayinlagich. Aksariyat bizneslar yetakchilarga javob berishda juda yomon. O'rtacha kompaniya yangi yetakchiga javob berishga 42 soat vaqt sarflaydi va faqat 7% 5 daqiqa ichida javob beradi. Sen bir zoomda javob beradigan, umumiy savollarga javob qaytaradigan, yetakchilarni saralaydigan va uchrashuvlarni to'g'ridan-to'g'ri kalendarga yozib qo'yadigan AI agent yasashing mumkin. Kompaniyaning javob berish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, mijozlarni aylantirish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. 5 daqiqa ichida javob beradigan kompaniyalar 21% ga aylantiradi. 24 soat vaqt oladiganlar esa atigi 2% ga aylantiradi.
Keyingi g'oya mahsulot haqidagi fikr-mulohazalarni tahlil qiluvchi vosita. Xodimlar haftasiga taxminan 9 soatini faqat ma'lumot qidirishga sarflaydi va biznes ma'lumotlarining qariyb 80% tuzilmagan bo'ladi. Siz sharhlar, qo'llab-quvvatlash chiptalari, so'rovnomalar va mijozlarning fikr-mulohazalarini yig'ib, so'ngra AI yordamida takrorlanadigan shikoyatlar, funksiya so'rovlari va umumiy kayfiyatni aniqlaydigan vositani yaratishingiz mumkin. Jamoalar minglab izohlarni o'qishga soatlab vaqt sarflash o'rniga bir necha soniya ichida javob olishadi. Uchinchi g'oya rezyumeni moslashtiruvchi vosita. Fortune 500 kompaniyalarining 98% Ads deb nomlanuvchi vositadan foydalanadi. Bu asosan rezyumelarni kalit so'zlar bo'yicha saralaydigan ariza kuzatish tizimi. Nomzodlar lavozimga mos bo'lishiga qaramay, rezyumelarning 52% ish beruvchilar qidirayotgan kalit so'zlarning yarmidan ko'pini o'z ichiga olmaydi. Shuning uchun ko'plab yaxshi nomzodlar inson ko'rib ulgurmasdan saralab tashlanadi. Siz odam o'z rezyumesini yuklab, ish tavsifini joylashtiradigan va AI uni lavozimga moslashtirib, ariza kuzatish tizimi uchun optimallashtiradigan vositani yaratishingiz mumkin. Siz buni mijozlarga ko'proq suhbat imkoniyatlarini sotish sifatida taqdim etishingiz mumkin. To'rtinchi g'oya avtomatik hujjatlashtirish generatori. Microsoft aniqlashicha, dasturchilar haftasining atigi 11% ni kod yozishga sarflaydi. Qolgan vaqt yig'ilishlar, ma'lumot qidirish va mavjud tizimlarni tushunishga ketadi. Siz kod o'zgarishlari, ish jarayonlari yoki yozuvlarni avtomatik ravishda hujjatlarga aylantiradigan vositani yaratishingiz mumkin. Shunday qilib, jamoalar o'z ishlariga haqiqatan ham ahamiyatli bo'lgan narsalarga ko'proq vaqt ajratishi mumkin. Va bizning oxirgi g'oyamiz AI Shorts yaratuvchisi. Kontent yaratuvchilar bitta videoni tahrirlashga 8 dan 15 soatgacha vaqt sarflaydi va bu videoni Shorts, Reels va TikToklarga aylantirish o'sha vaqtning katta qismini oladi. Siz uzun videodagi eng yaxshi daqiqalarni topib, ularni qirqib, taglavhalar qo'shib va joylashtirishga tayyor qisqa kontentni eksport qiladigan vositani yaratishingiz mumkin. Bu faqat Peterning hikoyasi emas, balki uning ortidagi tizimdir. Agar sizga shunday g'oyalar kerak bo'lsa, ularni Redditda muammo bayonoti sifatida topishingiz va keyin biz hozir qilganimizdek real hayot ma'lumotlari bilan tasdiqlashingiz mumkin. Agar shu videoni ko'rib, bu g'oyalarning eng xunuk versiyasini ham yaratsangiz, siz allaqachon bu rasmni bosgan odamlarning 99% dan oldindasiz. Va shu g'oyalardan birini yoki hatto parvoz simulyatorini yasashga urinib ko'rsangiz, meni ijtimoiy tarmoqlarda belgilang, men har birini ko'rib chiqaman. Peter $500 va otasidan olgan bir maslahat bilan boshlagan. Sizning noutbookingizda dasturiy ta'minot tarixidagi eng kuchli vositalar mavjud, hozir foydalanishga tayyor. Belkurak qo'lingizda. Qazishni boshlang. Bulut kodidan qanday foydalanishni bilmasligingiz mumkin. Bizning sahifamizda darslik bor. O'zingizga kerakli mahsulotni yarating. Uni mukammal